Yozmish Nodirbek Ismoilov, ikkinchi qism, ikkinchi variant, 42-chi savol. 30 ball uchun demak ishlaymiz. Bismillah, Alloh oson qilsin. Drozofila pashasi tanasini kulrang bo'lishi, A qora bo'lishi ustidan, qanotini uzun bo'lishi, B kalta bo'lishi ustidan dominantlik qilib, demak, katta A, Right. katta B'imiz Uzun. uzun, kichik B Kalta. kalta. Hop. Urg'ochilarda to'liqsiz, erkaklarda to'liq birikkan holda irsilanadi. Demak, to'liqsiz, to'liq ko'z rangini qizil bo'lish. Umuman erkaklarda krassinkover xususiyati uchramaydimi drozofilada? Yo'q. 9-sinfda aytilgandi. Drozofila faqat urg'ochi organizmda uchraydigan-ku. Hmm. Ko'z rangini qizil Yo'q, boshqa bo'lishi, oq masalalarda. bo'lishini dominantlik qilib. Bilmadim. Odatda uchrasa yozadi. Krassinkover har ikki organizmda ham uchragan deb aytadi. Demak, X kattadi. Qizil ko'z. X kichikda, X kichikda, X kichikda, Y'lar. Oq ko'z. Shunga ko'ra, trigoterizigotda barcha dominant genlarni faqat otasidan olgan urg'ochi pashsha. Urg'ochi pashsha, kulrang tana, uzun qanotli, qizil ko'zli. Ikkovi ham qizil ko'zlimi? Urg'ochi pashsha, kulrang tana, uzun qanot. Tana rangi va ko'z rangini belgilovchi genlarni onasidan. Ko'zi qizil, to'g'rimi buni ham? Shuning uchun bu holatda onasidan olgan. Tanani rangini belgilovchini ham onasidan olgan, lekin bu mana bu holatda bo'lgan degan. Qanot shaklini belgilovchi dominant genni otasidan olgan. Ikkovi ham trigoterizigota, lekin farqi mana bu holatda. Xo'p, ana endi bularni olsak qanday bo'ladi? Xo'p, mana shu yerda mana bu organizm 8 ta gameta beradi. Bu organizm 4 ta gameta beradi. 4 ta. Erkak organizmda krassinkover uchramaydi. Xo'p, mana bu 8 ta gametasini yozsam mana bu yerga demak. Sakkizta gameta beradi degan. Xo'p, endi 8 tani ikkitasi katta A, katta B'lik. Ikkitasi kichik A, kichik B. Ikkitasi katta, kichik B va ikkita Xo'p, mana bu tomondagilar 17% tashkil qiladi. Xo'p, endi bularni har biriga X kattadi, X kichikda qilib farqlab chiqamiz.
Hop, bu organizm 4 ta gameta beradi. Hop, qanday? Ustoz, Katta A o'shanda kichik b x bilan katta A kichik b y bilan. Kichik A katta B x bilan kichik A katta B y bilan. Nima demoqchi edingiz? Kattadelarni qo'yibsiz. tayoqchadagi almashib qolgan-ku. O'shani D-ga tirasga o'ta olmaymizmi? Kimi? Erkak organizmdagi o'sha almashib qolgan-ku Blar. Erkak organizmda krasnoga o'rib kuzatilmaydi-ku. Kuzatilmaydi. So'zana bu X'dagi kattadelarni qo'yay. Ha, hozir yozib qo'yaman. Mana bu pinnetni chizib olay. Faqat chizadi xolos-da, bu men hozir anaqa qilganim. Hop, endi buni so'ragan shartlariga o'tsak. Ancha oson ekan-a bu. Hop, yaxshi. Mana shu yerda yana bitta narsani esdan chiqarmaylik. Gametani foizini doim yozing. Gametani foizini yozganingiz uchun alohida ball beradi. Hop, 17 ni 4 ga bo'lsak. 4,25%. Hop, 26,75'dan. necha? 26,75. Har bitta gametani foizini yozing. Alohida ball beradi bunga. Hop, endi F1 avlodda hosil bo'lgan pashaning nechtasi? Kul rang tanali. Ya'ni katta A. Qanoti uzun, ko'zi qizil. Hop, kul ranglarni ajratib chiqaylik-da. Yo'q. Bunda qiynalib ketamiz ekan. Ana birinchi qatorni polnomasi. Kul rang Ikkinchi chap qatorni tomon 1 bilan 4. tepayam. Tepayam kul rang. Mana bu tomon qora xolos. Mana bu yerda. Qolgan barchasi kul rang. Yo'q, adashibman aytam. Buni ham mana bu yeri qora ekan, xolos. Tepasi kul rang ekan. Mana aytam qora bo'ladi bunda. Mana. Xo'p, kul rang tanali, qanoti uzun qizil ko'zli kerak endi. Qanoti uzun bo'lishi uchun Katta B. katta B. Uzun qizil ko'z. Uzun qizil ko'z. Yo'q. Uzun qizil ko'z. Yamalon olamiz. Hop. Mana bu yer ham bo'ladi. Ko'zi qizil. Mana polni biladi hammasi. Hop, buni qizil bo'ladi. Hop, buchi. Yo'q. Yo'q. Hop.
Yo'q. Bu yer yo'q. Borligi uchun. Mana bu yerda yer bor. Uzun qizil, uzun qizil, uzun qizil. Mana. Demak, asl uchun 425 ko'paygan 25 ko'paygan nechta unaqadan bizda? Mana bu yerda 3 ta, bu yerda 3 ta. 6 ta. Necha turadi? shunaqa yani. 25 bu ikki bosh boshimiz 25 ni qo'ysam 25 ko'paygan 25 qilingan 25 bilan yuzlashsak 4 ni ko'paygan 75 75 ni 2'ye bölsek 37,5 Hayır. Demek 37,5 bo'lsa bu B'sini aniqlab qo'yamiz. Endi shuni kerak. Qanotga bo'lishi kerak. Qizil B demak hop endi qizil kalta kalta qizil ularni ham foizi bir xil. Ya'ni tepadagidek 37,5. F1 avlodda oxirgisi F1 avlodda hosil bo'lgan pashtaning nechtasi qora tanali, qanoti uzun, oq. Qora tanalilarda ichida qanoti uzun, oqi kerak. Xo'p, birinchi qanoti uzunlar. Xo'p, qora tanalilarda hammasini qanoti uzun ekan. Bizga oq kerak, katta D bo'lsa bu. Bunda ko'p qoladi mana bu yer. Qizil. Xo'p. Uzun, oq. Bu yer ham. Uzun, qizil ekan. Pasti kerak. Uzun, oq. Ya'ni bizda necha foiz olyapti? 20,75 ni 25 ni 425 ni
25. Yani nima qilamiz siz uchun? 20,75 qo'shilgan 4,25 ko'paytirilgan 25 bo'lingan 100. Xo'p, 25 ni bilan 100 ni qisqartirib olsak, 4 ga 1. Tepada mana bu yerda 25 qoladi. 25 ni 4 ga bo'lsak, 12,5 6,25 foiz. Endi bizda nechtasi deyotgan ekanmi? Xo'p, 10 mingtanishidan hisoblab qo'yamiz har biri. Demak, 10 ming ko'paygan 0,375 3750 ta. Bunda ham shunaqa 3750 ta ABD. Endi bundachi? Xo'p, 10 mingga nisbatan hisoblasak 625 ta. 6250 ta bo'lganda 62,5% bo'lib qolar edi. Telegram ishlamay qoldimi o'rtada? Shunday bo'ldi so'z. Xo'p, javoblari shundaymi buni? Hozir men to'g'ri yozdimmi? Xo'p. Javoblarni ko'rib olinglar. 3750, 3750, 625. To'g'ri so'z. Yo'q, 3750, A'si, B'si 625, C'si ham 625. Nimaga? B'da o'zgarish bor. B'dan so'ra oldimmi? B'da kulrang tanali qanoti kalta. Kalta qizil. Mana. Kalta qizil, kalta qizil, kalta qizil. Bu yer ham kalta qizil, kalta qizil, kalta qizil. 6 ta bo'lmaydimi? Kitobdagi javoblar qanaqa ekan? Kitob o'zidagi javobni ko'ringlar. O'sha kitobning o'zida shunday. 625 turibdimi? 625. Erkak bashlaydigan ekanda. Xo'p, demak, B'sida erkak bashlaydiganligi uchun mana bu joyga e'tibor bermoqman men. Asli kulrang qizil desak 37,5 bo'lishi kerak. Bizda erkak bo'lishligi uchun ularni olmaymiz. Ikkitasi qoladi. Demak, bo'lishlanishida qanday bo'ladi endi bu? Buni ham foiz shunday bo'ladi, 6,25% bo'ladi. 6,25, ya'ni 20,75 qo'shilgan 4,25 ko'paytirilgan 25 bo'lingan 100, ya'ni 6,25 ta.
Endi bu degani 625 ta. Qolganlari to'g'ri olindi.